Assalomu alaykum. Mening ismim Qalbnur Kamal. Men akamning o'g'li Visal Şemşi'den Adilning ustidan guvohlik bermoqchi. Visal 1994-yili 8-oyning 23-kuni G'ul shahrida ziyoli oilasi tug'ilgan. 2016-yili atalmış Şinjan Universitetidagi arxitektorlik kasbini bitirib, atalmış Şinjan Yetta bezakchilik loyihalash cheklik bu shirkatda ishlayotgan. 2017-yili 10-oyda lagerga ilib ketilgan. Shuningdan tortib, mana 25 oy bo'ldi, akamning o'g'li Visalningki hech qanday izlari yo'q. Xitoy hukumatı akamning o'g'li Visalni qo'yib, sening fashistlik irqiy qirg'inchilik siyosatining mag'lub bo'ladi. Sen bizni mangu yo'qota olmaysan. Haqiqatni so'ydigan xalqlar biz tarafda.